ginekolog shifokoringiz sizga Utrjistan, Zufaston, Jinavit, Progesteron preparatlarini berdilar. Uni ichib turib yoki qinga qo'ygan holatda homilador bo'ldingiz, homilador bo'lishingiz bilan dorini nima qilish kerak? Vrachga bormayapsiz, o'zingiz to'xtatib qo'yasiz. Unaqa qilib bo'lmaydi. Nega? Bu dorilarni qo'llaganda bu progesteron gormoni homilani bachadonga yaxshi yordam beradi yopishib olishi uchun. Ya'ni homilani ozuqasi hisoblanadi. Siz uni to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, ayniqsa noto'g'ri to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, qon ketib qoladi, homila tushib qoladi. Demak, sizga shifokoringiz berdilar dorini, siz ichib olasiz yoki qo'yib olasiz. Siz bilishingiz kerak uni qachon to'xtatish kerakligini. Ginekolog sizga aytish eslaridan chiqamiz, o'zlaridan so'raysiz. Qachongacha qo'yish kerak? Homiladorning qaysi davrgacha progesteron gormoni sizga qo'yib turish kerak bo'ladi. O'zi normada 12-18 haftalikda platsenta yaxshi shakllab oladi. 12 haftaligicha bu dorilarni ichgan holatda, keyin tekshiruv normada ko'rsatadigan bo'lsa, u dorini bittada to'xtatib qo'ymaydi. 3 mahal Zufaston ichayotgan bo'lsangiz, 2 mahal, keyin 1 mahal, keyin sekin to'xtatiladi. Buni esa sizni kuzatuvchi ginekolog hal qiladi. Sog' bo'linglar.